Ba'zida hayot bizga shuni eslatadi: pul ham, mashhurlik ham hamma narsani hal qilolmaydi. Xonanda Munisa Rizayeva yaqinda O'zbekistonga qaytib, boshidan o'tgan og'ir voqeani aytib berdi. U turgan binoning yaqiniga bespilotnik dron qulab tushgan. O'sha lahzada hamma katta shokka tushgan, duolar o'qilgan, Allohga hamdlar aytilgan. Chunki shunday vaziyatlarda inson tinchlikning qadrini yanada chuqurroq anglaydi. Kuchli stressdan chiqish uchun ular 2 kun boshqa joyga borishga majbur bo'lishgan. Ammo baribir yurak tortgan joy ona yurt. Shu sabab ular yana tinch va osoyishta O'zbekistonga qaytishdi. Alloh yurtimizni doimo tinch qilsin, ko'z tegmasin. Yana 2 hamyurtimiz Zebo va Umid ham o'sha hududda bo'lgan ekan. Kecha ular ham sog'-salomat vatanga qaytishdi. Umidni ko'rgan onasi uni bag'riga bosib shunday dedi: "Bolam, uzoqlarga borma. Men nimalarni boshdan kechirganimni o'zim bilaman." Bu so'zlarning og'irligini faqat onalar chin yurakdan his qiladi. Aktyor Davron Ergashev ham og'iz ochish paytida Dubayda yoniga dron kelib tushganini aytib berdi. Bir lahza ichida inson hayot qanchalik qadrli ekanini chuqur his qiladi. Kelinglar, uzoqda bo'lgan barcha yurtdoshlarimiz sog'-salomat o'z yurtiga qaytishi uchun duo qilaylik. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Kommentariyada bitta so'z yozing: tinchlik. Qanaqa qilib biz tirik qoldik? Bizning uyimizga bespilotnik qulab tushdi. Avvallo sizlarga kattakon rahmat aytmoqchiman. Bu men uchun qanchalik qadrli ekanligini tasavvur ham qila olmaysiz. Men sizlarga ta'zimdaman. Sizning g'amxo'rligingiz va muhabbatingizni his qilish men uchun juda muhim. Qayg'urgan, duo qilgan, yozgan va qo'llab-quvvatlagan har bir kishiga rahmat demoqchiman. O'sha kuni biz uyda zalda o'tirgandik. Katta vitrajli deraza bor edi va men xuddi nimadir sodir bo'lishini oldindan sezayotgandim. Ko'chaga qarab turgan edim. Deraza yonida o'g'lim nyanya bilan o'tirgan edi. Kutilmaganda ko'z oldimda bespilotnik bizning binoga qulab tushdi. Bu juda qo'rqinchli edi. Men, xo'jayinim, o'g'lim, qaynonam, nyanyam hammamiz vahmaga tushib tezda uydan chopdik. Parkovkaga tushib, u yerda 3 soatcha o'tirdik. Shu payt menda shunaqa darajada vahma boshlandi. Qayoqqa qochishni, nima qilishni bilmadim. Faqat o'g'limni himoya qilishni o'yladim. Keyinchalik xo'jayinim mashina tashkil qildilar. Bizni boshqa shaharga, Rasilxemga olib ketdilar. U yerda 2 kun o'zimizga kelishga harakat qildik. Namoz o'qidik, duo qildik, Allohdan so'radik. Alloh senga omonat dedim. Bir-birimizga dalda bo'ldik. Keyin uyga qaytib xavfsiz fursatni kutishda davom etdik. Hozir Allohga shukr, hammasi tinch. Bu lahza men uchun haqiqiy sinov bo'ldi va oddiy haqiqatni yana bir bor eslatdi. Pul hamma narsani hal qilmaydi. Hayotda eng muhimi xotirjamlik. Yaqinlaring sog'-salomat bo'lsa, o'zing sog'-salomat bo'lsang, qo'l, oyog'ing omon bo'lsa, buni hech qanday pulga sotib olib bo'lmaydi. Yaqinlaringizni ehtiyot qiling do'stlar. Boshingiz uzra tinch osmoningiz bor. Bu narsani qadrlang, asrang. Bu eng katta boylik va uni hech qanday pulga sotib olib bo'lmaydi. Yaratganning irodasi bilan kecha ona yurtimizga qaytib keldik. Alhamdulillah, biz tirikmiz va yaqinlarimiz yonimizda. Biz O'zbekistondamiz. Kattakon hammaga rahmat. O'zingizni asrang. Eng asosiysi shu. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Yana bir bor duoingiz uchun katta rahmat. Men ta'zimdaman. Biz Toshkentga qaytyapmiz. Shunaqa xursandman, alhamdulillah. Я так счастлива, мы обратно домой летим. Jonim bolam. O'g'lim bilan birgalikda qaytyapmiz, alhamdulillah. Ana alhamdulillah, Allohga behisob shukr. Toshkentga kelib oldik. Allohga shukr. Hammaga katta rahmat. Duo qilganlarga rahmat bo'lsin. Sog' bo'ling, yaxshilikni ko'rishinglar.
Mana jonlarim oldiga keldim. Jonlarim oldiga keldim. Nevaralarimni yoniga keldimmi? Asal bolalarimni yoniga. Mana dedeskalarim. Voy dadam. Nihoyat. Dubaylik shayxlarga erga tepib ketdikmi? Qo'rqib ketdimmi? Urushni bahona qilib kelmayapti bu. Shunchalik nima o'ylaysiz o'tsa? Ha, конечно. Ko'rishdik. Asal qizim, yaxshi keldingmi? Da. Isho, O'zbekiston hullab qoldisan siz ana. Yo'q degan istoriyalaring ko'rmay qo'ydik. Biz hammamiz yaxshi, tirikmiz deganingiz emaslar. Bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q-da. Bir qarayman, qizil bo'ldimi nima ekansa, va nihoyat o'zbek ovqatlari deydi. Keyin hali kelmabdi, qarasam, ketayotgan ekansan aeroportda. Asal qizim. Xudo xolos buyog'iga endi kutinglar ijod mahsullarini. Ijodni kutinglar. Hech qayerga ketmaydi endi. Men javob. Unaqa durmaylar. Yo'q, bormaysan, bo'ldi, yetarlicha. Sho? Любой odam borib uspet qilmagan joylarga borib kelding. Jonim bolam. Yana borishim kerak. Bo'ldi, faqat hozir emas, iltimos. Urushlar to'xtab bunday chiu-chiu-chiular to'xtasin bir. O'sh birga borarmiz. Dahalasi. Bu yoqda lekin menga